Azaga aylangan to'y. Nur ota uyiga yuzida bolalarnikidek beg'ubor tabassum bilan kirib keldi. Go'yo qo'lida onasiga atalgan katta bir sirli sovg'a bor edi. U olib kirayotgan xabar yillar davomida so'nib yotgan tuyg'ularini alanga oldirishini bilmas edi. Oyi, Nur bolalik paytidagidek onasining oldiga yugurib bordi. Avval o'ng, so'ng chap yuzidan o'pdi. Keyin esa sog'inch bilan uni bag'riga bosdi. Dunyodagi eng go'zalim, o'zimning oyijonim, yaxshimisiz? Hanan qizining yuziga kulib qaradi. Nur, ko'zlaringda g'alati bir quvonch bor-ku. Nima gap? Nur duduqlandi. So'ng ko'zlari yoshga to'lib, uyalibgina pichirladi. Oyi, siz-chi, yaqinda buvi bo'lasiz. Hanan bir lahza jim turib qoldi. Go'yo vaqt to'xtagandek. Chehrasi hayratdan taranglikka, kutilgan quvonchdan to'satdan bezovtalikka aylandi. U qo'lini Nurning qo'llari orasiga tortib olib, keskin ohangda savol berdi. Nima deyapsan? Axir biz bunga kelishmagandik-ku. Nur, doktorantura bosqichini tugatasan, kelajagingni ko'rasan deb kelishgan edik-ku. Buning qanchalik mas'uliyat ekanini bilasanmi o'zi? Nur turmush qurishdan oldin oliy ta'limni davom ettirish, magistratura va doktoranturani tamomlash uchun ariza bergan edi. Turmushga chiqsa ham o'qishni tugatmaguncha farzand ko'rmaslikka onasi bilan kelishib olgan. Hatto shunday va'da bergan edi. Hanan Nurning orzulariga erishishini, oliy bosqichini yakunlashini juda xohladi. Ammo homiladorlik keyin farzandli bo'lib, bu orzular to'siq bo'lishi mumkin edi. Axir qizi magistraturani tugatdi. Endi faqat doktorantura qolgan edi. Birpas sabr qilishsa olam guliston edi-ku. Nur bir qadam ortga chekindi. Go'yo nimadir uni bir zarba bilan ortga itarib yuborgandek bo'ldi. Oyi, turmushga chiqqanimga 2,5 yil bo'ldi. Shu paytgacha farzandli bo'lmadim. Endi Alloh menga shu ne'matni beryapti. Sizdan buni kutmagandim. Xursand bo'lasiz deb o'ylagandim. Xursand bo'lasiz? Nimaga xursand bo'lay? Kelajaging yo'q bo'lishigami? Orzularing puchga chiqishigami? Oyi, sekin. Yusuf eshitib qolmasin. Hozir kirib qolishi mumkin. Nurning ko'zlari achchiq yoshlarga to'ldi. Quvonchi g'amga aylandi. Onasini xursand holda ko'rish ilinjida tasavvur qilgan o'y-xayollari bir lahzada parchalanib ketdi. Xuddi shu holat ustiga yuqoridan otasi tushib keldi. Hanan bir pasda eridan suyunchi oldi. Yangilikni eshitdingizmi? Qizing homiladormish. Yoqub seskanib ketdi. U Nurga go'yo uning yuzida dahshatli taqdirni ko'rgandek qaradi. G'azab bilan yaqinlashib, titragan ovozda vishilladi. Bu nima jinnilik yana? Hanan Yoqubning gapini bo'ldi. Avval o'qishini tugatib, keyin farzand haqida o'ylayman degan va'dangni unutdingmi? Yoqub davom etdi. Axir o'sha tentakdan qanday qilib farzand ko'rasan? Yana unga o'xshagan sekin o'rganadigan hayotni anglashga ojiz bola ko'rmoqchimisan? Nur titrab ketdi. Ota-onasining har bir so'zini uning yuragiga pichoqdek sanchilardi. Dada, Yusuf haqida bunday demang. U yaxshi inson. U meni sevadi, men ham uni. Otasi shafqatsizlarcha uning gapini bo'ldi. Sevgi kelajakni qurib bermaydi. Nur, Yusuf ota bo'lishga yaramaydi. Axir o'zini zo'rg'a eplaydi-ku. Bu shafqatsiz dunyo bolalaringga rahm qiladi deb o'ylaysanmi? Hammasiga sen sababchisan, Hanan. Bu muammolarning hammasi seni deb bo'lyapti. Men bu ahmoq qizing
o'sha nogironga turmushga chiqishiga qarshi edim. Senlar meni urib yengdilaring. Mana ahvol. Endi nima qilamiz? Bolasi ham nogiron tug'ilsa, xursand bo'lasanlarmi? Shu so'zlardan keyin Nur o'zini boshqara olmay qoldi. Birdan portladi, baqirib yubordi. Bas, bas, eshitishni ham ko'rishni ham xohlamayman. U boshini qo'llari bilan changalladi. Sochlarini yulmoqchi bo'ldi. Oxiri telbalarcha yig'lab yerga yiqildi. Afsuski, aynan shuning ustiga Yusuf kirib kelib qoldi. U Nurning qichqirigini eshitdi. Yerga qulaganini ko'rdi. Yugurib kelib uni mahkam quchoqladi. Men shu yerdaman, qo'rqma. Men sen bilanman. Nur, yoningda ekanman, senga hech kim ozor bera olmaydi. Nur uning bag'rida xuddi adashib qolgan, keyin ota-onasini topib olib xo'rligi kelib yig'layotgan bolaga o'xshab o'ksib-o'ksib yig'lardi. Yusuf ham o'zini tuta olmay ko'zlarida yosh to'ka boshladi. Nurning ota-onasiga qarab boshini qimirlatib go'yo yolvorgandek iltimos, bizni biroz yolg'iz qoldiring deb ishora qildi. Hanan uni tushunib erini sudrab yuqoriga chiqib ketdi. Ammo Yoqub hech tinchlanmas. Ichidagi bor zahrini sochib olgisi kelardi. Hanan esa qizining ahvolini ko'rib qo'rqib ketgan edi. Yoqub zinapoyaga chiqib ketayotib ham qiziga qarab baqirdi. Bolalaring nogiron bo'ladi. Shuni xohlaysanmi? Bir umr nogiron bolaga qarab o'tasanmi? Yusuf uning gaplarini eshitib hayratda qotib qoldi. Ichida nega bunday deyapti deb o'yladi. Nur ko'zlarini ochdi, ammo hushi o'ziga kelmagandek edi. U tushunarsiz so'zlarni aytar, g'alati jumlalarni pichirlardi. Yusuf Nurning so'zlarini eshitish uchun quloqini uning lablariga yaqinlashtirdi va bu butun umri davomida eshitishni tasavvur ham qilmagan dahshatli so'zlarni eshitdi. Bolam sizga o'xshagan bo'lishini istamayman. Yusuf, ularning nogiron bo'lishini istamayman. Ularni sizga o'xshagan bo'lishini istamayman. Bu so'zlarni eshitib Yusufning ko'z oldi qorong'ilashib ketdi. Nafasi bo'g'ildi. Go'yo dunyo bir lahzada qulab tushgandek dahshat va vahimaga tushdi. Yusuf mislsiz qiyinchilik bilan o'zini qo'lga oldi. So'ng Nurning boshini silab asta so'zladi. Farzandlaring sog'lom bo'ladi. Nur, mendan aqlli, mendan kuchli bo'lishadi. Men ular bilan ham, sen bilan ham faxrlanaman. Yusufning ichida nimadir dars ketib bo'lgan edi. Ammo u jilmayib Nurni yana mahkamroq bag'riga bosdi. Ular menga o'xshamaydi, senga o'xshaydi. Oradan bir necha lahza o'tdi. Hanan kelib uni chaqirdi. Yusuf, Yusuf. Labbay oyi, mana bu dorini ichir, biroz tinchlantiradi. Xo'p. Nur tinchlanib xotirjam tortgach, ko'zlarini yumdi-yu uxlab qoldi. Hanan Yusufdan bu kecha Nurni shu yerda qoldirishini so'radi. Yusuf rozi bo'ldi. Xuddi hech gap bo'lmagandek ketishga ijozat so'radi. Ofarin senga Yusuf, bu qanday ezgulik? Shuncha gapni eshitganingdan keyin ham ichingdagi g'azabni yutib turibsan-a? Yusuf ko'p vaqtini shaxsiy rivojlanish haqidagi kitoblarni o'qishga bag'ishlagan. Shuning uchun o'zini xatti-harakatlarini qanday boshqarishni o'rgangan edi. Bu kitoblar uning tabiatiga ham, hayotiga ham, munosabatiga ham, atrofdagilarga qarashiga ham ta'sir qilgan edi. Bunday og'ir so'zlarni eshitgandan keyin Yusufning ko'ziga dunyo tor ko'rinib ketdi. Lekin u sobit qoldi, qulamadi. Yusuf onasining uyiga borib qo'ng'iroqni bosdi. Eshikni akasi ochdi. Yusuf, bormisan jigar? Kel, kel, o'zi ham rosa sog'ingandim. Kirsangchi. Yusuf unga yaqinlashib ham sog'inchdan ham buyuk xavotirda uning qattiq quchoqladi. Valid hayron bo'lib sekingina so'radi. Yaxshimisan Yusuf? Tinchlikmi? Ha, yaxshiman, shukr.
xushxabar bor. Men ota bo'larkanman. Farzand kutyapmiz ekan. Valid bir zum jim turib qoldi, ammo tezda o'zini o'nglab Yusufning yuzidan o'zgarishini sezdi. Shuning uchun so'zlarni tanlab ukasini tabrikladi. Muborak bo'lsin ukajonim. Allohning bergani rost bo'lsin. Yur, uyga kir. Oyi, qayerdasiz? Yusuf keldi. Yuguring, xushxabar bor. Voy, kel bolam, ko'zimning nuri. Rosa sog'ingandimi? Yusuf onasini ko'rib tezda uning oldiga bordi. Peshonasidan qo'lidan o'pdi. So'ng qattiq bag'riga bosib qulog'iga pichirladi. Oyijon, sizni rosa sog'indim. Nima bo'lganda ham Fatima ham ona-da. Yusufning ovoz ohangidan o'g'lini nimanidir aziyat chekayotganini sezdi, ammo so'rashga tortindi. O'zi aytib qolar deb indamadi. Lekin yuragi chidamay Validga qaradi. Qanaqa xushxabar ekan, Valid? Aytsang-chi. Nur homilador ekan. Yusuf yaqinda ota bo'lar ekan. Voy o'lay, muncha yaxshi. Muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Jonim bolam, bugun men eshitgan eng go'zal xabar shu bo'ldi. Fatima qalbining tub-tubidan quvonib shukronalar aytdi. Ammo ayni shu lahzada Yusufni g'alati bir tuyg'u chulg'adi. U ichida nimanidir inkor qilib shunday dedi. Nega? Nima bo'ldi, Yusuf? Yusuf Nurning uyida bo'lgan voqeani aytib berdi. Valid ukasiga yaqinlashib, muloyimlik bilan dedi. Yusuf, men ham, oyim ham sen bilanmiz. Xavotir olma, lekin bu yerda boshqa gap bor. Sen ota bo'lishga tayyormisan? Ya'ni bola tarbiyalay olasanmi? Ha, aka, bu xabarni eshitganimda juda xursand bo'ldim. Men tayyorman. Bo'ldi, unda kayfiyatingni tushirma. Hech kimga hech qanday gap so'zga e'tibor berma. Muhimi, sen undan ham muhimi tayyor bo'lishing. Alloh muborak qilsin. Fatima ham bu gapga qo'shildi. Yusuf, jonim bolam, xavotir olma. Har xil gap so'zlarga ahamiyat beraverma. Muhimi, sen bilan Nur, men Hanan bilan gaplashaman. Nega bunday deganini so'rayman. Hozir esa bu xushxabarga quvonishimiz kerak. Buni nishonlashimiz kerak-ku. Qani bir kulib berchi? Kulsangchi, axir bu eng ulug' ne'mat-ku. Parvardigorga hamd va sano ayt, bolam. Bu xabar bir xotinni orzu qilib kutadigan kun axir. Yusufning ko'ngli ancha taskin topdi. Qalbiga sakinat tushdi. Bu uning yuzidan ham bilinib turardi. U jilmayib pichirladi. Allohim, o'zingga shukr.